Assalomu alaykum. Bu videoni Damas Labo minadigan ekanimiz yaxshilab ko'rib olinglar. Bu viza xizmatiga egamiz. Mana kalt ochilmayapti. Rol qimirlatsak ham farqi yo'q. Zamoy qatib qo'ygan. Shuni hozir tatvirga yordamida ochib ko'rsatamiz. Hop, kirishkasini yechib olamiz birinchi navbatda. Ikkinchi qiladigan ishimiz shu yerda terga tushadigan joyi bor. Bunga tergani to'g'irlab turib olamiz. Bo'shaydi mana shu holatda. Hop. Buni shu holatda bo'shatib olamiz. Zamoyda ikkita boltini bo'shatib turib yechib oldik. Buni rolam buriladigan bo'ldi. Bundan keyin qiladigan ishimiz shu zamoy kantayda orqasida bitta samareza bo'ladi. Shuni bo'shatamiz-da, bo'shatib shuni tortsak chiqadi bu zamoy. Mana zamoy chiqdi. Endi buni remont qilib joyiga qaytadan qo'yib beramiz. Endi yurgizishni yo'li bitta atvirkamizni minus tomonni qo'lamizda turib skorost ko'rib shu holatda zamoy kantaki minus tushadigan bo'ladi kalit. Tatvirka bilan yurgizib yuborsak bo'ladi shu holatda. Ustaxonaga yetgungacha video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, bundan qizg'aroq videolarimizni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.